Eng xavfli erkak bu kambag'al erkak emas. Eng xavfli erkak bu alfons erkak. U sendan hech qachon pul so'ramaydi. U sendan ozgina yordam so'raydi. Alfons erkak hech qachon munosabat boshida birdaniga pul so'ramaydi. U seni o'ziga o'rgatganidan keyin bu narsani qilishni boshlaydi. Oldin u seni ideallashtiradi. Sendek qiz ko'rmaganman deydi. Keyin bora ishlari yurishmayotganini, shu sabab sen bilan ko'risha olmasligini, gaplasha olmasligini va hattoki munosabatni to'xtatishi kerak bo'lishi mumkinligini sekin seni miyangga quyishni boshlaydi va ora-orada sendan munosabatni yaxshilash uchun ozgina unga yordam berishingni so'raydi. Bu sevgi emas, bu manipulyatsiya. Alfons erkakgina o'zini sen oldingda qurbon qilib ko'rsatadi. U hamma narsani qilyapti, ertayu kech tinmayapti, lekin umuman unda chiqish eshiklari yo'q. Va u sendan yordam so'raganda ham qaytarib berish sharti bilan, g'ururiga qarshi chiqish orqali, o'ziga qarshi chiqish orqali umuman hayotida oldin bu ishlarni qilmagan erkak obrazida namoyon bo'ladi. Bilib qo'y, haqiqiy erkak senga yuk bo'lmaydi. Haqiqiy erkak pul uchun munosabatni sen bilan davom ettirishga namyoq qilmaydi. Haqiqiy erkak bu seni muammolaringni hal qilib, o'zi uchun javob beradigan, mas'uliyatni oladigan erkak.